Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Hozir bu joyimizda travertin ishi bo'lib turibdi ekan. Ustalarimizdan hozir travertin bahasi ichchasin bo'lib turibdi. Shuni bilib kanalga qo'yib beramiz. Farmang usta. Bir marta kompressini o'chirib tursa bo'ladimi? Usta bu farmang. Balon. Bahalari ichchasindan yurib turibdi hozir travertinni Xorazm bo'ylab. Bu ishlanib turgani 70 dan 100 adam bo'lib turibdi. 70 dan 100 adam boradi. Bu ikki etaj joyni ichchasindan ishlatdi usta. Buni 80 dan ishlatibmiz hozir. 80 dan ishlatdi usta. Po'kaklari nechta ko'p? Po'kaklari addinni yurimi yo? Ava bilan addinni gelish. Addinni yuridan. Usta bu nereden xizmat etasizlar? Shu Urganchda Xorazm bo'ylab Xorazm bo'ylab. Men Beruniy 4 kunlara chiqasam, mabodo ish chiqsa. chiqaveramiz ballar ammo. Ular akabim chiqsa chiqaverasizlar. Danyar usta necha ekan ustalar ishi? Allah ziyodatchi ishlarni dim gap yo'q, chiroyli chiqqan. Tavsiya etasizmi obunachilarga? Obunachilarga dim tavsiya etamiz. Yana o'zlari ko'rsa ham bo'ladi-ku. Stik ham qolmagan, ya'ni rishnoy stilda ishladik dedi-ku buni. Stik hech bilinmaydi, gulxo'y ishlangan. Odatda gulxo'yda bilinib yotadi, birellarda ko'rganmiz-ku o'zlarimiz. Ha, stik. Gulxo'yda bilinib yotadi. Bu ish lekin dim gap topadan emas. Shu obunachilarimizga ham yaxshi vajda tavsiya etamiz-ku biz. Shuni ko'rib Ustalarning telefon nomerini ekranda qoldiramiz. Telefon etib xizmatlaringiz olsa aytaverasizlar.